Faqat xalq tezkor xabar. Bugun ayrim hududlarda chang to'zon ko'tariladi. Bugun 29-iyul kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida kuchli shamol esib chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, bugun kunduzi Buxoro, Navoiy viloyatlari va tog'li hududlarning ba'zi joylarida shamol tezligi sekundiga 13-18 metrgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda avgust oyi quruq va biroz issiq ob-havo bilan boshlanishi, shuningdek, oyning ilk kunlarida ayrim hududlarda havo harorati 43 darajagacha ko'tarilishi, keyinchalik esa 3-5 darajaga pasayishi kutilayotgani xabar berilgan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.